Sal. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qurbon hayitga harakatlar boshlandi. Aha. Akam niyat qilib boqdilar, mana bugun xizmatga keldik, akam buqalarni ko'rsatishga. Nomerlarni qo'yib ketamiz. Mol bir tonnadan oshu, xudo xolasa, narxi pochka. Pochka. Xudo xolasa. 10 ming kami bor. 100 manga qaratib qo'y. Kelayotgan qurbon hayit hammamizga muborak bo'lsin. Biz inshaalloh harakatni boshladik. Xudo xolasa narxi 10 ming dollar, puli kelishib qolsak, boqib beramiz kunigacha. Boqib berishadi, xudo xolasa. So'yish, poyish xizmatlar bo'lsa, o'sha nomerdamiz, okay? Aloqaga chiqib ko'rishasiz. Bo'ldi, okay, xudo xolasa. Ketdi, mana ekran ostiga nomer qo'yib ketamiz. Nomeringiz nechi? Nomer nechi, okay? 90lik. 90lik. 964 0030. 0030. Ismlari Farhod akanga aloqaga chiqamiz. O'zlari bir niyat qildilar, Muhammad Karim o'zingiz olib chiqib bering bu qamni, ko'rsatib bering xalqimizga debdilar. Mayli akam shunchalik niyat qilib anaqa qilgan ekanlar keldim aka xizmatga. Xudo xolasa. Narxi pochka kami bor.